O't pufagi biz bilan qanday gaplashadi? Odatda jigar va o't pufagi bizni hech ham bezovta qilmaydi va biz uni yillab tekshirib turmaymiz. Lekin jigar va o't pufagida ketayotgan proseslarni bizga signal beruvchi simptomlari bor. Birinchi signal bu o'ng qovurg'a ostidagi og'riq yoki og'irlik hissi. Bu og'riq o'ng yelkaga yoki o'ng ko'krak sohasiga ham berishi mumkin. Ikkinchi signal bu ko'ngil aynishi, qayt qilish va og'izdagi bemaza taxir, achchiq ta'm. Uchinchi signal bu qabziyat yokida diareya. Ba'zi holatlarda qabziyat va diareyani ketma-ket almashinishi. To'rtinchi signali bu terining quruqligi va yuzdagi qora dog'lar paydo bo'lishi ham o't pufagi va jigar bilan bog'liq muammolar borligini bildiradi. Jigar va o't pufagi faoliyatini yaxshilash uchun quyidagi tavsiyalarni bajarishingiz kerak. Ertalab och qoringa albatta iliqdan issiqroq bo'lgan suvni iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ratsioningizga foydali yog'larni va ko'proq kletchatkani kirgizishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari jigar faoliyatini yaxshilash uchun Rastaropsha, Silimarin va archishok ekstraktlari sizga yordam beradi. Kun davomida ko'p harakat qilish, ochiq havoda 30-40 minut sayr qilish va stressni kamaytirish ham jigar va o't pufagi faoliyati uchun juda ham yaxshi foyda beradi. Ushbu qo'shimchalar bo'yicha yanada ko'proq ma'lumotni olish uchun opisaniyani o'qing.